Assalomu alaykum, hurmatli savodbekchi insonlar. Mana shu insonimiz, mana shu xonadon. Bilasizlar, 1 yil oldin, ro'paraso 1 yil oldin mana shu opamizni video murojaat bilan YouTube kanalimizga joylagandik. Albatta, jigarda ozgina o'zgarish bilan birgalikda mana shu insonimizni tuzalishiga umid bog'lab, ko'pchilik imkon qadar qo'ldan kelgancha yordam qilishgandi. Shifokorlar tashxisi bilan jigar sirroz tashxisi qo'yilgan edi, lekin birmuncha ukol doridan keyin ancha yaxshilanib qolgan. Lekin jigarda o'zida bo'ladigan o'zgarishlar jigar sirrozidan so'ng organizmlariga, ya'ni taloq organizmiga qattiq bosim bo'lib, taloqda shish paydo bo'lganligi sababli operatsiya, 3 bosqichli operatsiya amalga oshirish kerak edi. Yaqinda mana poytaxtda birinchi operatsiyasi bo'ldi, lekin boshqa jigar sirroziga sabab boshqa organizmlarga ham ta'siri bilinayotgani sababli oxir-oqibat Hindistonga borishga qaror qilishdi. O'zi qizil zagram pasporti olindi. Bir necha kundan keyin xudo olsa Hindiston davlatiga uchib ketishga tayyor biletlar olingan. Sizlardan iltimos qilamiz, hozir mana shu Sojid opamiz o'ziga bitta guruh ochamiz. Guruh ochib, plastik kartalarni qoldiramiz. Mana shu xo'jayinlari, yaqin qarindoshlari, bilgan, tanigan insonlar, mahalla-ko'y, bilgan, bilmagan barcha yaxshi niyatli insonlar mana shunday chiroyligina ro'za Ramazon oyida go'zal duo qilib, mana shu insonimizni sog'liklari uchun duoda bo'lib qo'yasizlar. Imkoniyat yetadigan saxovatpesha insonlarimizdan mana shu insonimizni ko'mak bo'lish maqsadida ozmi ko'pmi plastik kartalarini, viza kartalarini tashlab ketamiz. Yordam qilasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hech kimni boshiga mana shunaqa kunlar tushmasin. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Xudo olsa, samolyotga minib o'sha Hindiston davlatiga tushib, shifoxonaga borgunlariga qadar ulashiladigan videolardan ketma-ketlik bilan Telegram guruhini ham qo'yib boramiz. Mana shu insonimiz uchun haqlarga chiroyligina duo qilib qo'yasizlar. Farzandlari boshiga, oilasini boshiga sog' salomatlikda, yaqinlarini baxtiga, omonlikda Hindistonga borib, eson omonlikda qanaqa yurib borgan bo'lsa, xuddi shunaqa yurib kelishini so'rab qolamiz. Duoda bo'lib qo'yasizlar. Hurmatli saxovatpesha insonlar, duo qilib qo'yingizlar, sog' salomat qaytib kelaylik. Qo'llab-quvvatlab turgan barcha insonlarga juda rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Ro'za Ramazon oyida musulmonchilikning farzlaridan birini ado etayotgan saxovatpesha insonlar, barcha yurtdoshlar, sizlarga Navro'zi olam bilan, Ro'za Ramazon bilan tabriklayman. Mana o'tgan yil shu vaqtda ham video tarqatgan edik. Mana 1 yil bo'ldiki, 1 yildan beri Toshkentda yangi tashmida davolandi. Shifokorlarni nimasi bo'yicha, diagnostika bo'yicha endi oxirgi jigar sirrozida bu oxirgi D virusi ekan. O'sha D virusi endi iloji yo'q. Hozir Samarqandga bilet olindi, hamma hujjatlar taqlandi. Nasib bo'lsa ertaga Hindistonga, Dehliga shu jigar jarrohligi uchun akasi, opasi, uchalasi yo'lga chiqyapti. Sizlardan barcha yurtdoshlarimizdan chiroyli bir duo so'rab qolamiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.